Zo'ra, bosib yuborasizmi? Yo'q, bunga pulim yetmaydi. Sparkka yetadigan pulingizni boshlang'ich to'lov qilib olamiz. Qolganini sekin-sekin 10 yilda uzasiz. Yo'q aka, boshiga Spark olib turaman. Unda mana Masla Spark 2014-yil 40 ming yurgan. Kraskasi toza. Xo'p, sizga ishondim, rasmiylashtiramiz. Gili-gili. İlk bor mashinalik bo'ldim. O'zimda yo'q xursandman. 5 yil oldin prava olganimda qachon mashina olar ekanman derdim. Erishdim. Lekin bir kun keladi, o'zim yaxshi ko'rgan mashinani sotib olaman. Rasxodini qayta sotishni o'ylab ham o'tirmayman. Shunda qarindosh urug'larim ko'rib alamidan yonib yurishadi. O'g'lim, nima bo'ldi deding? Kapotadan tutun chiqib ketdi. Ha, bu motorni qizdirib qo'ymadingmi? Qancha bo'ldi haydaganingga? Hozirgina bozordan olib chiqqandim. Soddagina bola. Avtobusdan ko'rib olmadingmi? Yosh bola shunday Hali hammasi oldinda.